Gambian so'manni oilada qaysi xil usul desak bozornikidek o'xshatalaymiz degan qizlar mavi filmni seyretmay oxirigacha ko'ringlar. Bugun oilada eng oddiy usulda gambian so'manning etish usulini olib keldim. Oldi bilan qozonga suv quyib, suv qaynagan vaqtida tayyor qilib olgan gambian so'manning chöpini sep 3 minutlar atrofida chöpni pishirib olamiz. Chöp pishgandan keyin suzib avlib sovuq suvda 2-3 qatim yaxshi bir chayqab olgandan keyin chöpning ustiga muvofiq miqdorda janyo qo'yib yaxshi bir aralashtirib tayyorlab olamiz. Ondan mushu gambian so'man ketarlik saylarni filmda ko'rsatgandek tayyorlab olgandan keyin tayyor qilib olgan saylarni o'zimiz yaxshi ko'rgan usulda to'g'rab tayyorlab olamiz. Mushu cho'ntaqsliq, qo'rma, sovuq say, ichimlik, murabbo 60 xil tomoq darsikimizga haqsiz qatnashqisi borlar ekran ustiga qo'ygan numarni qo'shma bilan aloqalasanglar bo'ldi. Har xil cho'ntaqsliq, qo'rma, sovuq saylarni tayyorlash usulini aytib qo'yamiz. Ketarlik saylarni to'g'rab tayyorlab olgandan keyin qozonga moy quyib tayyor qilib olgan go'shtni sep qo'rib olamiz. Go'shtni qo'rgan vaqtimizda muvofiq miqdorda tuz sep go'shtni qizartib qo'rib olamiz. Orqadan tayyor qilib olgan so'ng piyoz bilan lapizni bir vaqt sep qo'rib olamiz. Bularni qo'rib mizlik purq chiqqan vaqtida tayyor qilib olgan tetitqudan muvofiq miqdorda laz qiyamidan bir qo'shib qo'yib olamiz. Bugun mening ishlatganim cho'ng ustamning gambian so'man tetitqusi. Tetitquni sep yaxshi bir qo'rib etgandan keyin tayyorlab olgan ko'k laza, qizil laza, samsoqlarni bir vaqt sep qo'rib olamiz. Bularni sep yaxshi bir qo'rib etgandan keyin tayyorlab olgan jusayni sep qo'rib olamiz. Jusayni sep bir necha qatim qo'rib etgandan keyin oxirida bayatdan pishirib tayyor qilib olgan gambian so'manning chupini sep yaxshi bir necha qatim qo'rib etgandan keyinla iste'mol qilsak bo'ldi. Amsa sizlarmi shuningdek o'xshagan gambian so'manning qo'rish usulini o'rganganlarmi? O'rganib olgan bo'lsanglar, u yanlar bir qatim qo'rib sinab yiqqanlar beklamay yeyishlik bo'ldi ekan.